Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimizda biz map va f-string mavzusini o'tamiz. Xo'p, biz mapni qachon ishlatamiz? Xo'p, biz o'tgan safargi darsimda aytib o'tganimdek vazifa berdim. Vazifada e'tibor bermay qolibman. Bu yerda juda ko'p masalalarda map ishlatilgan ekan. Map o'zi aslida nima edi? Xo'p, biz oddiy masala ishlaganimizda bitta qatoriga faqat bitta o'zgaruvchini tenglab olayotgandik. Internetimiz uzilib qoldi. Xo'p, ana ishlab ketdi. Endi biz bitta qatorda faqat bitta o'zgaruvchi elementlarni tenglab olyapti turdik. Endi biz map orqali bitta qatorda istalgancha elementlarni tenglab olishimiz mumkin. O'zgaruvchilarga. Endi mapni qanday ishlatamiz? Xo'p, ikkita o'zgaruvchini bir qatorga yozdim. Teng qilib turib map yozyapman. Map avval har doim birinchi map yoziladi. Keyin map house bor. Ichiga int xohlagan ma'lumot turimiz. Misol uchun ma'lumotimizni str ko'rinishida yozadigan bo'lsak str, float bo'lsa float, integer bo'lsa int deb yozamiz. Xo'p, int. Endi integerda har doim biz qavis bilan yozardik. Endi hozir biz qavis bilan emas, virgul bilan yozamiz. Virguldan so'ng o'zimiz input bilamiz hammamiz kiritish degani. Ma'lumotlarni kiritishga foydalanamiz. Endi map ishlatilayotganda har doim biz mapni bilamiz, endi o'rganamiz demoqchi edim. Xo'p, map har doim list ko'rinishida ma'lumotlarni o'ziga saqlab oladi. Biz bilardikki, input har doim str ko'rinishida saqlab olardi. Xo'p, mana str input ko'rinish str ko'rinishida saqlab olardi. Endi map bizda har doim list ko'rinishida oladi ma'lumotlarni. Endi biz bu listdagina alohida olishimiz uchun asha list bo'lmas, oddiy ma'lumot ko'rinishi, misol uchun integer bitda integer so'ragan bo'lsa, integerga olishimiz uchun har doim biz nuqta split buyrug'ini ishlatamiz. Nuqta split buni havasi bo'lishi kerak har doim. Endi bu yerda shu ikkita o'zgaruvchimizga birorta qiymat kiritadigan bo'lsa, bir-biriga ko'paytirishimiz mumkin. A ko'paytiruv b. Endi buni dasturdan qilib ko'ramiz. 2 va 5 sonlarni kirgizadigan bo'lsa, mana 2 va 5 sonni ko'paytirib beryapti bir-biriga 10 qilib. Endi bu yerda splitni aytib o'tgandek olib tashladigan bo'lsak, xatolik beradi. Mana ishlatib ko'rsatamiz. 2 va 5 kirgizadigan bo'lsak, bu yerda xatolik kelib chiqyapti. Invalid literal degan xatolik. Endi xo'p, bu yerga list qaytaramiz. Splitni. Xo'p, endi bu yerda biz masala ko'rib o'tamiz. Bu yerda aytayaptiki, parallelepipedning A, B, C qirralarining uzunliklari berilgan. Uning hajmini va sirtini yuzasini toping deyapti. Demak, parallelepipedda bu yerda biz 3 ta tomonini map orqali so'rab olyapmiz. Endi birinchi qatorda hajmini kirityapmiz. Demak, biz bilamizki, parallelepipedning hajmi A ko'paytiruv B ko'paytiruv C. Endi ikkinchi qatorda sirtlarning yuzasini so'rayapti. Demak, biz bu yerda parallelepipedni avval nimaligini bilib olaylik, ko'pchilik bilmasligi mumkin. Parallelepiped. Mana. Biz mana to'g'ri burchakli parallelepiped deb tushunadigan bo'lsak. Xo'p. Mana. Parallelepiped bu shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Demak, buni hajmini topishimiz uchun A, B va C balandligini bir-biriga ko'paytirsak, hajmi kelib chiqardi. Endi parallelepipedning sirt yuzasi qanday topilardi? A va C ni ko'paytiramiz. Xo'p, endi A va C bizda bu yerda ikkita. Xo'p, A va C bu yerda ikkita. Men hozirlarga tushuntirib ko'rsatib beraman. Paint. Buni ko'chirib oladigan bo'lsak, A va C'ni ko'rsatib o'taman. Demak, bizda mana bu yuzalarni, mana shu yuzalari va bunga qarama-qarshi bo'lgan mana bu yuzani biz topishimiz kerak. Demak, A va C'ni ko'paytirsak, A va C bo'ladigan bo'lsa, hozir buni o'chirib olsak. Bunday qiladigan bo'lsak,
Xo'p, A va S'ni demak bu yerga ko'paytirishimiz kerak. A ko'paytiruvi endi ko'paytiruv 2 qilamiz. Chunki bu va bunga qarama-qarshi bo'lgan tarafi. Endi bunga qo'shamiz, xuddi shunday S va B. S ko'paytiruv B ko'paytiruv 2. Endi yana bitta tomoni qolyapti. A va B tomonlari qolyapti. Demak, A va B tomonlarini ham ko'paytiramiz. Xuddi shunday qilib oladigan bo'lsak, bizda parallelepipedning yuzasi kelib chiqadi. Parallelepipedning yuzasi kelib chiqadi. Demak, bu yerga biz xo'p. Mana shunday yozib chiqqanmiz hammasini. Endi bizni yuborganimizdan keyin bu yerda exit bu yerda kelib chiqqan. Demak, endi mana javob berib qo'y. Tashlaymiz. Oy, ko'tar. Bor. Dinamikasini o'chirib gaplashib ketash o'tyapti. Xo'p. Endi biz o'tadigan narsamiz F string. F string. Xo'p, biz bu yerda o'tishimiz kerak bo'lgan narsamiz hozir masalani topaylik-da, o'zimizga osonroq bo'lgan tushuntirish uchun. Xo'p. Internetimiz biroz sekinlashyapti. Nima bo'pti? Xo'p, bizda mana bu masalada aytilishicha, ikkita A va B sonlari beriladi. Ularning o'rta geometrik aniqlansa, o'rta geometrik nimaligini biladi hamma? O'rta geometrik degani ikkita sonni bir-biriga ko'paytirib, ulardan ildiz olganimizga teng o'rta geometrik. Tushundingmi? Ikkita sonni bir-biriga ko'paytirib, ulardan ildiz olib qo'yamiz. Endi bizda bu yerda chiquvchi ma'lumotlarda shart kiritilyapti. Masalan, 10-4 aniqlikda chop eting deb. Masalan, 10-4 aniqlikda chop eting deyapti. Endi bu yerda chop etadigan bo'lsak, 2 va 2 ni o'rtaga geometriga topadigan bo'lsak, 2 va 0 mana. Dasturda tushuntirib o'taylik-da shuni. Xo'p, A teng int input pastiga B teng int input. Xo'p. Demak, bizda har doim shu o'rinda bir narsani aytib ketishim kerak. Har doim masala ishlayotganimizda kiritilayotgan ma'lumotlarning xatolariga e'tibor qaratishimiz kerak. Agar bular ikkovi bir qatorda kiritiladigan bo'lsa, map ishlatamiz. Agar alohida qatorlarda kiritiladigan bo'lsa, demak alohida tenglab olishimiz kerak o'zgaruvchilarga biz. Demak, B teng int input deb yozdik. Endi o'rta geometriyani topishimiz uchun print A ko'paytiruv B. Endi bu ikkovi ko'paytmani alohida qarashga olib turib, bundan ildiz olishimiz kerak. Ildiz qanday olinardi? Xo'p, ildizimiz mana shu yerda aytib qo'yishim kerak. Demak, buni darajasiga yozamiz 1/2 ni. Shuni 1/2 ni darajasiga yozadigan bo'lsak, demak bu sonlarga bu ildiz vazifasini bajaradi. Demak, buni rang qiladigan bo'lsak, 2 va 2 sonlarni kiritadigan bo'lsak, to'g'ri chiqaryapti. Demak, 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4, undan ildiz oladigan bo'lsak 2 chiqaryapti. Lekin ammo bizda bu yerda outputda, ya'ni chiqarish kerak ma'lumotda 2 dan keyin 4 dan 0 chiqishi kerak. Ya'ni har doim sonlar 10-4 aniqlikda chiqaraverish kerak. Bizda buni chiqarish uchun f stringdan foydalanamiz. Xo'p, f stringimiz mana shundan foydalanamiz. F string qanday ishlatiladi? Endi xo'p, mana shu f stringdan foydalanamiz. Har doim buni olib tashlaylik-da. F string har doim f harfi yoziladi va ichida qo'shtirnoq ochiladi. Qo'shtirnoqdan so'ng ichiga misol uchun birorta qiymat kiritadigan bo'lsak, demak gulli qavs yozishimiz kerak. Mantiqiy qiymat, ya'ni mantiqiy qiymat deganimiz qo'shish, ayirish, bo'lish, ko'paytirish shunga o'xshagan narsalar. Endi
Xo'p, o'rta geometriyani topishimiz uchun mana shu f stringni foydalanadigan deb bo'lsak, demak buni olib tashlaymiz. Bu yerga f stringni qo'yib olamiz. F stringni qo'yapmiz-da, endi biz mana shu sonlarga kirgizib chiqdik. Endi bizda bu nima vazifani bajarib beradi deydigan bo'lsak, demak, xo'p, undan keyingi 4 ta nolni qanday qo'shamiz? Xo'p, bundan keyingi bo'ladigan sonlar demak ikkita nuqta qo'yiladi. Ikkita nuqta qo'yilgandan keyin nuqta qo'yamiz, ya'ni mana bu nuqtadan keyin necha son chiqishini aytib berishimiz kerak. Bu yerga mana misol uchun biz bu yerda 4 ta son chiqarishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerga 4f qilamiz. 4f. Agar virguldan keyin ikkita son kerak bo'ladigan bo'lsa, 2f qilamiz bu yerga. Demak, hozir bizga 4 ta kerak. Demak, 4f qilishimiz kerak va mana shu kodimizni endi dasturga yuklaymiz. Hal ishlab ko'rdim bu dasturda. Demak, yuboradigan bo'lsak, bizda compilling mana test qilinmoqda. Agar testimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, accept buyruq chiqadi. Accept holat chiqadi bizda. Masala ishlaganimizda. Demak, bugungi kerak bo'ladigan narsalarimiz bugun shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha hammaga salomat bo'lsin. Bugun darsimiz sal qisqaroq bo'ladi, chunki masala ishlashimiz ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni shu paytgacha olgan bo'lgan bilimlarimizni takrorlashimiz uchun ko'proq masala ishlashimiz kerak. Demak, bundan buyog'iga masala ishlaymiz. Keyingi darsda chiqmagan masalalar bo'lsa, o'sha masalalarning tahlilini o'tamiz.